зачем тебе идти на тренировку? Пойдем уже похаваем. Да заткнись. Сочный, мощный бургер оставь. Har birimizda bizni yo'ldan urmoqchi bo'lgan ichki ovozimiz bor. Bugungi videoda men 5 ta foydali odat haqida gapirib bermoqchiman. Ularga amal qilarkan siz ichingizdagi shayton ustidan g'alaba qozonib, yanada unumli va foydali hayot kechirishingiz oson bo'ladi. Demak, birinchi odatdan boshlaymiz. Bu erta uyg'onish. O'ylashimcha ko'plar gapimga qo'shilib, tushlik paytida uyg'ongan va kuni bo'yi tayinli biron ishni qilishga ulgurmagan paytlarini eslashsa kerak. Birovlarda har kun shunday tarzda o'tadi. Biz tungacha Instagramda bironta qiziqarli narsani qidirib, ma'nosiz shaklda sahifadan sahifaga ko'chib yuramiz yoki shunchaki o'yinlarga sho'ng'ib ketib, butun hayotimiz yonimizdan o'tib ketayotganini sezmay qolamiz. Lekin agar biz kunimizni to'g'ri boshlasak, o'zimizni erta turishga va eng muhim ishlarimizni rejalashtirishga o'rgatsak, unda har kunimiz unumli bo'ladi va biz orzu qilgan hayotga tobora yaqinlashib boramiz. Uyg'onganimdan so'ng ikkinchi odatimga amal qilaman. Bu och qoringa bir stakan suv ichish. Bu odatning bir necha foydali xususiyatlari mavjud. Masalan, organizmning qotishmalar va zararli moddalardan tozalanishi, moddalar almashuvining yaxshilanishi va ovqatni hazm qilish tizimining normallashishi. Bu xuddi har yangi kuningizni boshlaydigan start tugmachasi kabi. Har kuni ertalab bir stakan suv iching va sog' salomat bo'ling. Undan so'ng men kitoblar bilan ilovani ochib o'qishni boshlayman. Ertalabki vaqt yolg'iz qolish uchun nihoyatda qulay. Men har bir kitobni eng muhim va foydali fikrlarni esdan chiqarmaslik uchun qisqacha tarzda saqlab qo'yishga harakat qilaman. O'qish sen uchun biroz qiyin bo'lsa, o'z oldinga maqsad qo'y. Kuniga hech bo'lmasa 5 ta sahifa o'qish kerak. Shunda kitob o'qish mashg'uloti senga zerikarli va azobli bo'lib tuyulmaydi. Natijada yil davomida 5 ta sahifadan o'qigan holda sen 1825 sahifa o'qib chiqishing mumkin. Shu paytgacha faqat Instagramdagi postlarni o'qib kelgan inson uchun bu yomon emas. Shu bilan birga sening umumiy holatingga ta'sir etuvchi asosiy manbalardan biri bo'lib doimiy jismoniy mashg'ulotlar hisoblanadi. Bu oddiy sayr qilish yoki to'la-to'kis mashg'ulot bo'lishi mumkin. Aytganlaridek sog'lom tanda sog'lom aql. Muntazam ravishda bajariladigan mashqlar bu qoningdagi endorfinlarning, boshqacha qilib aytganda, quvonch va baxt gormonlarining kafolati. Ularga ba'zida juda katta ehtiyoj sezamiz. Uy atrofida oddiy sayr qilishdan yoki 10 daqiqa davomida yengil mashqlar bajarishdan boshlash mumkin. Bu o'zimizda odatni shakllantirishga va mashqlarni muntazam bajarishga ko'maklashuvchi aynan o'sha kichkina qadam. Darhol Olimpiya o'yinlari chempioniga aylanishga harakat qilma. Agarda sen bir necha marotaba dushanbadan boshlagan bo'lsang, shunchaki mashg'ulotning davomiyligini va jadalligini kamaytir. Axir sen qanchalik tez yugura olishing emas, balki buni qanchalik uzoq vaqt qila olishing muhim. Va oxirgisi, fikrlaringizni doimo tartibda va ravshan holda saqlashga yordam beradigan narsa bu shaxsiy kundalik. Kundalik bu sen doimo ichingdagi barcha mavzularni muhokama qilishing mumkin bo'lgan yaqin do'sting kabi. Meni turli xil xayollar qiynashni boshlaganda men qo'limga kundalikni olaman-da yozishni boshlayman. Qizig'i shundaki, shundan so'ng mening xayollarim tartibga keladi va o'zimni ham ancha yaxshi his etaman. Bu shuningdek barcha loyihalarimni tahlil qilishga yordam beradi. Chunki men xayollarimni qog'ozga tushirgan mahal o'zimga xuddi bir chetda turib qaragandek bo'laman va avval miyamga kelmagan yechimni ko'rishim mumkin bo'ladi. Bu qiziqarli ham, chunki bir oz vaqt o'tgach, kundaligingizni olib, shu payt ichida qanchalik o'zgarganingizni ko'rishingiz mumkin. Sen u yerda istalgan fikrlaringni, kechinmalaringni, savollarni va albatta maqsadlaringni yozishing mumkin. Shu sababli ushbu ajoyib jumlani esingda saqla. Biz ko'rib turmagan maqsadga erisha olmaymiz. Shuning uchun barcha fikrlaringizni qog'ozda bayon qilarkansiz, ularga xuddi jon baxsh etgandek bo'lasiz. Endi ular oddiy xayollar emas, ular haqiqiy maqsadlarga aylanadi va sen ushbu 5 ta foydali odatni egallab olgan holda ularga albatta erisha olasan. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti.